To'rxona, visokopatolochka, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor birinchi kvartaldagi sotilayotgan uyimizni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar. Televizorning zona o'zining balkonlariga ega. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz shundoqqina yo'l yuzida Pionerskiy ko'chasida joylashgan. Videomizni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxini aytib o'taman. Kirush prixoshkamiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. O'zini garderobni shkoflariga ega. Uyimiz elektrika va santexnika ishlargacha absolyutno noldan avtorskiy dizaynda remont qilingan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini garderobni shkoflari bilan qoladi albatta. Umumiy maydoni 89 kvadrat metrdan iborat. Ko'rib turganinglardek uyimizning xonalari va sanuzellari alohida joylashgan, ya'ni razdelli. Bu yoqda ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismi joylashgan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 3-qavatdan hop etib sakrab tushganimizda uyimizning oldi qismini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Bu fayzli xonadonimiz mana shu 4 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Uyimiz narxini $146,000 so'raymiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada uy egalari raqamini qoldirdim. E'tiboringiz uchun rahmat.